Instagram svetasi bilan intervyu olamiz. Besh qadagi salom do'stlar. Bugun Instagram quroli bilan kod va video olamiz. Assalomu alaykum G'oyat aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. O'zingcha yaxshimisan? Ishlar yaxshi. Hammasi yaxshi. Aka, sizga bitta savolimiz bor. Hop. O'tirib olaylik. Hop. Sizga bitta savolimiz bor. Bizga va muxlisingizga. Hop. Birinchi savolimizni beramiz. Ismingiz nima? Haqiqiy ismingiz? Haqiqiy ismim to'lig'ini aytadigan bo'lsam, to'liq ismim Muhammadjon. Muhammadjon. Yoshingiz nechida Muhammadjon? Yoshim 16 da. 16. Necha yoshdan futbol o'ynashga boshlagansiz? Futbol o'ynashni 6-7 shunaqa. Kichkinligida kim bo'lishni orzu qilgansiz? Kichkinaligimda qo'shiqchi bo'lishni orzu qilganman. Kichkinaligingizda, yoshligingizda muxlisingiz kim bo'lgan? Yoshligimda muxlisim Ronaldinho bo'lgan. Messi yoki Ronaldo? Ronaldo конечно. Futbol qiroli kim? Futbol qiroli men. Laqabing nima? Laqabim God. Wow, Muhammad God. Yaxshimi? Yaxshi bo'lgansiz. Yaxshi. Nima maqsadda Instagramga video olishni boshlagansiz? Maqsadsiz просто tak qo'yishni boshlaganman, keyin уже prosvotr oshib ketgandan keyin niyatim bo'lgan mashhur bo'lish. Hozirgi maqsadingiz nima? Hozirgi maqsadim shu, mashhur bo'lish va katta futbolist bo'lib ketish. Top 5 ta eng chiroyli gollarni aytib bera olasizmi? Top 5 ta bo'lsa, hop. Tak birinchi o'rinda конечно Ronaldo 2018-yil, hammanglar bilasizlar. Chelsiga urgan goli. Tak ikkinchi o'rinda Ronaldo. Yana 2008 Devatkaga hozir komanda bilgan nima u? Devatkaga mashina knuckleball bilan urgan goli. Tak uchinchi o'rinda mayli Messi deylik, hop. Messi 2019 Liverpoolga qarshi Devatkaga urgan gol. Tak to'rtinchi o'rinda Ronaldoni o'sha 2017 Barsaga o'zingizlar bilasizlar, Devatkaga mixlab qo'ygan goli, Messini nima deydi? Karma qilgan kuni. 5-o'rinda shu Messini yoshligidagi Ankara Messi deb urgan gol. Futbolda eng qiyin gol qaysi biri? Futboldagi eng qiyin gol o'sha Ronaldo 2009 Arsenalga urgan gol, uzoqdan 40 metrdan. Instagramda mashhur ketaman deb o'ylaganmisiz qachongingiz? Top 10 ta eng zo'r futbolchilarni aytib bering. Taxlab bering. Tak, top 10 ta eng zo'r futbolchilar. O'zingiz mengiz bo'yicha. Mening bo'yicha Birinchi o'rin. Birinchi o'rin конечно Ronaldo. Ikkinchi o'rin Ronaldinho, chunki u kumirim bo'lgan kichkinaligimda. Keyin topaman uchinchi o'rin kimligini. Kim? Ronaldo Zubasik. Yo'q. Ikkita Ronaldo ketganiga hayron bo'ldim. Messi. Uchinchi o'rin Messi, hop. To'rtinchi o'rin Neymar. Futbollar qiroli. Beshinchi o'rin? Tak, 5-o'rin Pele. Oltinchi o'rin Maradona. Yettinchi o'rin 7-o'rin Ronaldo Zubasik, Braziliya. 8-o'rin Kylian Mbappe. 9 Zinedine Zidane. 10-o'rin Yamal. Mayli, Yamal bo'la qolsin. Qarang. Siz eng yaxshi ko'rgan komandangiz? Конечно, yo'q. Ikkinchi o'rinda Manchester United o'sha 2008-yilda. Keling topaman. Uchinchi o'rinda aniq Barselona turibdi. 2015. 2015 Barselona turibdi. Qarang, sizga oxirgi savolimiz bor. Ronaldo bu yil Jahon Chempionati kubokini oladimi, yo'qmi? Ronaldo bu yil aniq oladi 100%. Messi-chi nima deb o'ylaysiz? Messi yo'q. O'sha eshak bir marta o'siradi degan maqol bor. Ya qarang, siz savol bermoqchi bo'lsangiz, o'zimizdan savol etmoqchimiz. Messi bilan Argentina va Fransiya o'ynayotganda Argentina yutgan. Siz hozir nima deb o'ylaysiz? Agar Portugaliya bilan Argentina tushib qolsa, 50-50 imkoniyati bo'ladimi, yo'qmi? 50-50 ikkita gol Messi, ikkita gol Ronaldo urib, keyin 3-sini 90-daqiqada Ronaldo ursa, yutsa, ana o'zi. Agar penaltiga yetib olsa, kim uradi, kim yutadi deb o'ylaysiz? Argentina bilan Portugaliya ham? Albatta, Fransiyaga o'xshab Argentina bilan Fransiya yetib bordi. O'xshamam, Fransiya yutib ketdi. Hozirgi meningiz qanaqa, kim yutadi deb o'ylaysiz penaltiga? Portugaliya yeb tashlaydi. Argentina.
Ronaldo jahon chempion bo'lishi, lekin Barselona 3 ta kubok yutishadi La Ligani yoki Messi jahon chempion bo'lib, Real Madrid 3 ta kubok Liga chempion yutadi. Men Ronaldoni tanlayman, chunki u jahon chempionidan tashqari hamma narsani yutgan. Tak. Real Madridga kelsa, Real Madridda Liga chempioni qilib yotibdi, shuning uchun 3 ta Barselona. 3 ta Barselona yutishini xohlayman. Yo'q. Ben 8 ta bo'lardi, 7 olmasdi. Lekin siz eng yaxshi ko'rgan komandangiz Real Madrid bo'lsa-chi? Eng sevib komandangiz Real Madrid bo'lsa-chi? Yo'q, unaqa emas. Men yoshligimdan aytganimda Ronaldinho muxlisiman, lekin Ronaldinhodan keyin Ronaldoni muxlis bo'lib kelganman shu paytgacha. Ma'lum, kattakon sizga rahmat, ishlaringizga rivoj. Meni obunachilarim biza so'radik Instagramdagi eng zo'r futbolchilar niniyasini. Agar shu yerda 1000 ta like yig'ilsa, keyingi safar bundan ham zo'r bloger olib kelishga harakat qilib ko'ramiz. Hammaga rahmat. Fuck you.